Qadrdonlar, Premium ega dehqondan Nexia 2 chiqyapti. Hozir harakat qilib, xudo xolasa borib 2013-yil sudralar almashgan deyapti. 1.6 ekan. Boramiz, ko'ramiz, harakat qilaman. Xudo xolasa security kamera qilib, yashirin kamera qilib savdo qilaman. Narxini rosa arzon xudo xolasa olishga harakat qilaman. Eng qiziqi zo'r joyi bor. Olgan narximga sizlarga beraman. Shunday borini boricha gaplashib savdo qilaman. Xudo xolasa videoni ko'ringlar oxirigacha. Inshaalloh video foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammasini ro'y rost, borini bor, yo'g'ini yo'q qilib savdolashamiz hozir. Video davomida o'zlarining mashinani qanaqaligini ko'rib olasizlar. Imkon qadar kadrdim deb bo'lmaslikka harakat qilaman, lekin kadrimda qiyshiq u bo'lsa, juda nima qilmasa, iloji yo'q, security kamerada bir qanaqadir baribir kamchiliklar bo'ladi. Sababi ochiq kameradan cho'tka olasizki, videoda security kamerada baribir uncha bo'ladi. Tirikchilikka olinganmi? Ha, Tirikchilikdamisiz? O'zim haydaganman, deysiz? yo'q. O'zimiz uyga taqaydi. Ha, dehqonmisiz axir? O'zingiz mashinangizmi? Hali bozorchi emasmisiz? Ha, tirketashchiman. Tirket. Ya, tirikchilik. Yo. Sot qilasizmi degan ma'noda. Butun ekani nima ekan? Uni qani qizillar bor ekan. Ha, butun ekani. Chok yo'q. Bular aka o'qizib. Gruntovkada ishqab ochib yuborgan, keyin skotchni shuna yopishib qo'ygan. Siz nomingizdanmi? O'zingizdanmi? Metan nechinchi yil buni aka? Metan nechinchi yil? Yilini? Ochsa bo'ladimi bagajda? Kamol zak. Bunga katta balon qo'yilgan shekilli bir paytlar. Ha, nimasi kesilgan ekan. Ha, tirga tashlaygan o'zi. Bitta yili yozilmadi, o yili ko'milib ketibdi axir. Suro'ga bu akti bormi, yo'qmi? Gaz akti bor. Bormi akti? Shu akti yozilgan bo'lar. Bitta ko'rakchi aka. Uyda qolib ketdilar. Uyda qolib ketibdi. Beti nimaga yopib qo'ygan? Uslari so'q. Aka motor yog' yedimi yemaydimi? Yog'iga yo'q. Ustunlar almashgan ekan. Butun ekani kraskasi ko'p ekan. Foiz. Tonni? Tonni. Ha, sut sepilgan ekanda. Ammo zakrovkalari buzilmabdi. Udor bo'lganda ichini sepib yuboribdi. Tepasi sepilgan. Bag'i mana qarang. Bag'dan qarang. Ko'rdingizmi? Udar tortilgan, chiqqan qaytib. Olib qo'ygan o'zi ish qilmagan, lekin buni kraska. Ha, o'ylandim. Ha, mana sanglab yotibdi. Oldin menga o'ylandim. Shunaqa hisob o'zida qo'yib yuborgan ekan boshqa. Shunaqa bitta chaqilganda. Chaqilgan, almashmagan ekan. Shunaqa. Ammo almashgan yo'q. Metan shu olib kelganda o'ylandim. Ha, o'tgan ekanda. Buni bilgan joyi, zo'r joyi. Ha? Tomiga berib yuboradigan joyi shumi? Shit mashikka qayrab yuboribdi, Nexia. Buni tom ham sepilgan. O'sha hisobiga. Tomdan pasti emas. Yo'q, tomidan kraska. O'shanaqa. Bir 1000 so'm sarflab yuborish kerak.
Bitta o't qo'ying, ovozini eshitaylik haqiqatdan. Probeshkalari 475 ming. Shu da. Endi yaxshi yelkansini bo'lmagan. Gaz bosmang. Gaz bosmang. Bosganingiz yo'qmi? Ha? Tixotdan emasda bu, qanaqadir bitta shum bor ichida. Bilasizmi? Ichida shum bor qanaqadir. G'ijillagan. Yo'q. Remen kelsa, uni bilmaysiz. Remen kelsa kelyapman deb aytmaydi. Yo remen, yo qanaqadir pachinlik alashyapti. Bilan pachinlik shunaqasiga alashyapti. Korobka tushishlari, motor yaxshi. korobka tushishlari, hadovlari nima aka? Yo zo'ranmasa qo'ramasizda. Kraskasi polni ekan aka buni. Bu ichigacha sepilgan ekan. Nimani stokalarni urab sepilgan ekan aka. Bu nimaga sepgan bilmayman. Sariqdan qaytarib o'rganmi buni shunaqangi olib kelyapti. Texnika shunaqa narsa. Texnikaga qarashgina bunaqaga ortiqcha daromad bo'lish kerak. Bag'da kelib turibdi. Qanchaga berasiz oxiri? Men tirikchilikka aka, to'g'risi. Men oshtirmanda. Mana bittasi. Menga 1-2 so'm qolmasa, nima Bitta qilmayman? zapas kelgan qoyalarni kalpay bor ekan. To'g'ri, shu o'zingiz. 2,5 ming beraman aka. 3 mingga tushadi menga, saprab chiroyli qilganimcha. Holatga qarab aytyapman-da. Men bitta yili bor xolos aka buni hozir. Bitta yili bor xolos. Kuzupi, ichi, saloni, baloni o'zi gapiryotibdi ekan. Endi motor tavakkal, yo'q, yeydi emasligi mayli, endi peshonadan bo'lsa. U variantga berdi, variantga bermadi. 3,5 ga variantga berdi, bergizdirmadi. Variant hali narx Endi nima 1-200 dollar tushib bero dedim, narxga sot dedim. oxir qancha mo'ljaliz aka? Shu 300. 3300. Nag'i neki U 3300 shuni tiniq tayyorlangan holatini aytyapsiz-da hozir bor sizchi? Mana tiniq tayyorlab qo'yilsa, shundan ketadi haqiqatan ham. Ommalarga ichi tiqish kerak-da uning uchun. Ichi saplash kerak-da. Ondan past kraskani 3350 ga qo'ydik. Ha. Ammo endi u luks konditsioner, luksidi, konditsioner emas-ku. Luksidi bu, prostoy. Hammasini hali hisobini qilib aytyapman sizga. Hali unaqa emas. O'ynagan kelganmi yo'q yoningizga, qayerga savdo qilib olgani kelyapti. Hozir prostoyligi men sotishim bor bari. O'lchandim, o'lchashlar ekan. bo'ladi qoni o'sha 300 ga beradi. 27 ga berasizmi? 2700 ga tavakkal. Men qo'shalmayman. Naga beralmaydi. Jigar sog' bo'lasa bo'lmasa, uzrab og'riq qilgan bo'lsa, Sizlar og'riq. 2700 ga bersiz, ammo tavakkal olaveraman. 3300 ga lekin bizga tiklik qiladi-da. Endi hali 1 so'm shuncha pul tikib, shuncha mehnat qilib 1 so'm qolmasa, bizga ham to'g'ri kelmasa kerak. Lekin xardoringiz bo'lsa, ammo uyda ko'rib olsangiz, chetda foydalansangiz ham birorta nimaga foydalanavering demoqchiman-da. Yo aka, bunaqa bu turishda aka foydalanmaysiz-da. Foydalanish uchun tayyorlash kerak-da buni. Ya endi hali 3300 da teng bo'lar aka, birovga taklif qilishdan oldin buni zo'r ham qilish kerak-da. Yaxshi bo'lsa o'zim oraga keltiraman. Menga neksi kerak. Ha, mana o'zi birinchi xaridor buni o'zi. Prostoyda luks bo'lsa ham bir 3 tasida qilsa bo'ladi.
Siz suvdan uzib qo'ymang aka, bir o'ylab ko'ring aka. Bo'pti aka, xo'p. Endi dehqon shuna minatda. Xo'rlab tashlab. Xo'rlab minadi. Men o'zimni xo'rlab minaman deb o'yladim hozir. Men faqat moyka qilmayman. Yil 2013 shu nimasi yaxshi ekanda bu. U yili yaxshi ekan, butun ekan u. Necha polida chiriganlari bor ekan. Qonni kirasin. Uchirorem bo'ldim. Vujudi. Mana ko'rdlaring, qadrdonlar. Boshdan savdo qildik, qilmadik emas. Narx qildik, borib prosta galigi Laqatronga borganimiz yo'q. Faqat moshdan narx shunaqa narx endi. Agar bitta narsani e'tibor bergan bo'lsalaring, moshda purishman deb savdo qildim. Sabab moshda purish arzonroq so'raydi-da. Qimmatga so'ramaydi. Shuning uchun moshda purishman degan joylarimga e'tibor bermaysizlar, lekin savdoni sizlar uchun qildim. Sizlarga ilinadigan narxdagi moshda emas ekan. Realni 2013 faqat yili bor ekan xolos. Agar sizlarga ilinadigan narxdagi moshda bo'lganda men buni sotib olardim-da, endi shu narsani mana oldim, jigarlar mana bosinglar. Shunaqa oldim, masalan sizlarga shunaqa beraman deb aytadigan video qilardim. Xudo xolasa kanaldan uzoqlashmanglar. Bundan chiroyli kontentlar, bundan chiroyli videolar, bundan zo'r moshtalarni narxini arzon qilib sizlarga olib berishga harakat qilamiz. Dehqonlardan, egalardan chiqarsa ham premyo qo'yamiz. Hech qachon kanalga tashqaridan kelgan moshinani kanalga reklama uchun kelgan moshinani sotib olmaymiz. Tashqaridan moshina izlab turib o'shani sotib olish mumkin. Telegram, Instagramda faol bo'lib turinglar, chunki YouTube ga montaj qilib qo'yish qiyin. O'sha Instagramga qo'yishni boshlaganman, yashirin kamera videolarni. Xudo xolasa hammamizni podдержка qilamiz.